Menda o'xshagani omad kulib boqqani uchun emas, balki yolg'onlarga ishonmasdan harakat qilganim uchun. Avvalo Alloh bizdan harakat, Alloh barakasini beradi. Muvaffaqiyatli insonlarni ko'ramiz, ularga omad kulib boqqan deb o'ylaymiz. Lekin ular qanaqa qiyinchiliklardan o'tgan, qanaqa azoblarni ko'rgan uni bilmaymiz. Shuning uchun bizdan harakat, Allohdan baraka. Hayotda ko'p qiyinchiliklar bo'ladi. U muammolarni yechib, o'zimizga tajriba orttiramiz va o'sha tajriba asosida bizlar pog'onama-pog'ona ko'tarilib kelamiz va o'sha omadli insonlar safiga qo'shilamiz. Har kimga har qaysi vaqtda beriladi. Imtihondan o'tyapsiz. Bir o'xshamaydi, ikki o'xshamaydi, uchinchisida albatta o'xshaydi. Siz o'shanga tayyorgarlik ko'ryapsiz. Muvaffaqiyatli insonlarni ko'ramiz, ularga omad kulib boqqan deb o'ylaymiz. Lekin aslida ular qanaqa qiyinchiliklardan o'tyapti, qanaqa azoblarni ko'ryapti uni bilmaymiz. Eslab qoling, omadli bo'lib tug'ilishmaydi, omadga erishishadi. Shuning uchun harakat o'zingizda.